İstanbulda xalqarалық Sharq Turkiston muhokama yig'ini o'tkazildi. İşgaliyetçi Xitoy rejimi Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan va islom diniga vabo, tahdid, asabiylik sifatida muomala qilayotgan Sharq Turkiston xalqining diniy simvollarini vayron qilib, barliq ibodatlarini, islomiy ta'lim-tarbiyani, milliy urf-odatlarni cheklayotgan, Sharq Turkistonda musulmon bo'lib yashashning barliq imkoniyatlarini yo'qotayotgan bir paytda Sharq Turkiston ulamolar birligi bu jiddiy masalani kun tartibga keltirish, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning to'xtatilishi, Sharq Turkiston xalqining ummatning bir parchasi sifatida qo'g'dilishi va qo'llashga erishishi uchun dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlarga chaqiriq qilish maqsadida İstanbulda xalqarалық Sharq Turkiston muhokama yig'ini o'rinlashtirdi. Muhokama yig'iniga dunyoning har qaysi joylaridan kelgan ulamolar, muftiylar, tadqiqotchilar, siyosatchilar, davlat arboblari, ta'siri kuchli faoliyatchilar va muxbirlar ishtirok qiladi. 10 iyun soat 14 ga echilish marosimidan keyin yana 2 kun davomlashadigan mazkur muhokama yig'iniga Dunyo musulmon olimlar birligi bosh kotibi doktor Ali Qaradag'i, tunilgan mutafakkur doktor Abdulkarim Bakkar, Dunyo musulmon olimlar birligi majlisi a'zosi va Misrning sobiq diniy ishlar vaziri maslahatchisi doktor Muhammad Sag'ir, Kuvayt parlamenti sobiq parlament a'zosi doktor Valid Tabtabai, Kuvayt parlamenti sobiq parlament a'zosi doktor Muhammad Hayif Al-Matiri, Turkiyada tunilgan olimlardan Shayx Hasan Basri Balji, Ilim va fikr tadqiqot markazi qurg'uvchisi doktor Ihson Shanojoq, Shayx Jubbali Ahmad Xo'ja, Amerikadan qonun professori va yozuvchi doktor Xolid Baydun, Angliyadagi Qurtuba tashkilotining qurg'uvchisi va raisi doktor Anas Tikriti, Angliyadagi Islomiy tashkilotlar majlisi a'zosi, tunilgan da'vatchi doktor Haysam Haddad, Indoneziyalik donglik olim doktor Davud Rasid, Malayziya Kelantan viloyati majlisi raisi doktor Abdullah Yaqub, Milliy ko'rish bosh maslahatchisi Muhammad Turhan, Sham ulamolari birligining raisi va Suriya bosh muftisi Shayx Usama Rifai, Amerikadagi musulmonlar orasida kuchli ta'sirga ega jamoat arbobi, hammaylar uchun adolat va Uyg'urlarni qutqizayli harakatlarining qurg'uvchisi, shundaqla Muslim Networks TVning qurg'uvchisi Imom Abdulmalik Mujohid, Sudanning sobiq diniy ishlar ministri va donglik olim doktor Isam Al-Bashir va doktor Hamid Idrisi qatorliqlar qatnashadi va so'z qiladi. Mazkur muhokama yig'inining ochilish marosimi 10 iyun juma soat 14 da İstanbulning Zaytunburnu rayoniga joylashgan Zaytunburnu kultur va san'at markazida o'tkazilgan bo'lib, Sharq Turkiston ulamolar birligi mazkur muhokama yig'iniga Turkiyaning har qaysi joylarida yashayotgan Sharq Turkiston xalqining qadam tashrif qilishini umid qilganligini bildirdi.